Assalomu alaykum, hurmatli bekajonlar. Safiya taomlari kanaliga xush kelibsiz. Bugun kechki ovqatga nima qilaman deb o'ylab o'tirgan bekalar uchun oson va mazali suyuq taom qilishni ko'rsatib beraman, ya'ni manbar tayyorlaymiz. 300 gramm go'sht, bitta kartoshka, bir dona sabzi, bir dona piyoz, bir bo'lak chesnok va no'xat kerak bo'ladi o'rtilgan. Aslida no'xat solinmaydi. Men o'zim tayyorlaganim uchun, oilamdagilar yaxshi ko'rgani uchun no'xatdan foydalanaman. Bir dona piyozimizni yaxshilab to'g'rab olamiz. Ortidan chesnokni ham maydalamasdan kattaroq qilib to'g'raymiz va bir dona sabzimizni 4 burchak shaklda kubik qilib to'g'rab olamiz. Kartoshkamizni ham xuddi shunaqa qilib 4 burchak qilib to'g'rab olamiz. Ko'rinishi ovqatimizni chiroyli, mazali chiqishligi uchun. Go'shtni ham xuddi shunaqa qilib, yirikroq qilib 4 burchak shaklda to'g'rab olamiz. Hurmatli bekajonlar, albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali, butun oila sevib iste'mol qiladigan taom chiqadi. Mana mahsulotlarimiz tayyor. Men bu taomni 4 kishi uchun tayyorladim. Porsiyasiga ham e'tibor berasizlar. Qozorimizga ozgina yarim cho'mich yog' solib olamiz va go'shtni solib yaxshilab qovuramiz. Suyaklarni ham isrof qilib tashlamaymiz, solamiz. Sho'rvada qaynaganda suvi mazasi chiqadi suyaklarni ham. Piyozni, chesnokni solib qovurib, ortidan sabzini ortidan esa kartoshkani solib qovurishda davom etamiz va bir qoshiq tomat, bir qoshiq zira va koreyskiy tuz solib yaxshilab aralashtirib qovurib olamiz va 1,5 litr suv solib no'xatni ham ustidan qo'yib olamiz. Mana endi ovqatimiz qaynab pishguncha manparimizni xamirini tayyorlab olamiz va xamiri uchun oddiygina bir qoshiq tuz, 200 gramm un va iliq suv kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirimizni zuvalacha qilib 5 daqiqa tindirib qo'yamiz. 5 daqiqadan so'ng zuvalamizni olib, yoyib chiqamiz. Xamirimizni chiroyli qilib, yupqagina qilib yoyib olamiz. Juda ham mazali ovqat chiqadi. Yoyib olingan xamirimizni o'zimizga qulay qilib kichkina qilib taxlab olamiz va kesib chiqamiz. Kesib olingan xamirlarimizni ham taxlab olamiz, ustma-ust qo'yib va kubik shaklida kesib chiqamiz bularni ham. 4 burchak qilib. Kesib olingan xamirlarimizni qo'limiz yordamida alohida qilib ajratib, tayyor xamirimizni qaynab turgan ovqatimizga solib pishirib olamiz. Olovni biroz balandlatamiz, xamirlarimiz bir-biriga solinganda yopishib qolmasligi uchun va yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, manparimiz tayyor. Mana juda ham mazali, ko'rinishi ham ajoyib chiqdi. Kosalarga suzib, chiroyli qilib bezatib, dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Mana men faqat oddiygina to'g'ralgan shivit bilan bezatib qo'ydim. Xohlasanglar kimdir qatiq, kimdir qaymoq solib bemalol iste'mol qilishi mumkin.